Agar namoz o'qishlik sizga qiyin bo'layotgan bo'lsa, namoz o'qishlikda dangasalik sizga qattiq xalaqit berayotgan bo'lsa, quloq soling. Birinchidan, har bir banda qilgan gunohlaridan va xosatan katta gunohlaridan tavba qilish kerak. Doimiy holatda esdan chiqarmaslik kerak tavba qilishni. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadis aytganki, "Iza aznaba abdun nukita fi qalbihi fi sadrihi nuktatan sauda." Agar banda gunoh qiladigan bo'lsa, uning qalbiga qora dog' tushadi. Har gunoh qilgan saringiz bu dog' tushib, oxiri yuragingizni, qalbingizni qora dog' o'raydi va bu narsa Alloh azza va jalla sizni uzoqlashtiradi. Va xosatan namoz esa namoz tark etishlik eng katta gunohlardan hisoblanadi. Ikkinchi qiladigan ishingiz, namoz o'qiganingizda, masalan, juma o'qib olishingiz mumkin yoki biron joyda namoz o'qib qo'ysangiz, sajdada ushbu duoni qaytaring. Aytingki, Allohumma a'inni ala zikrika va shukrika va husni ibadatik. Ma'nosi, yo Robbim Alloh, senga zikr qilishga, senga ibodat qilishga, senga shukr qilishlikni menga oson qilgin deb ayting. Iloj boricha arabcha ayting, agar bilmasangiz o'zingiz tilingizda aytsangiz ham bo'ladi. Uchinchi, uydan chiqqaningizda doim tahorat holatda chiqishni harakat qiling. Va to'rtinchi eng muhim narsalardan biri, namozning fazilati haqida ilm oling, hadislar o'qing, darslar eshiting. Namozni tark etsa qanaqa gunohlar bo'ladi, uni qanaqa jazolari bor, shular haqida ilm oling va albatta sizga shu narsa namozdan doimiy vaqtda o'qishlikka katta yordam etadi inshaalloh.